Raqamli texnologiyalar vaziri Sherzod Shermatov Turkiyaning O'zbekistonga yangi tayinlangan favqulodda va muxtor elchisi Ufuq Ulatash bilan uchrashuv o'tkazdi. Dastlab mehmonlarga yurtimizda axborot texnologiyalari sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar, kelgusidagi rejalar, shuningdek xorijiy kompaniyalar uchun yaratilgan qulay sharoitlar haqida batafsil ma'lumot berildi. Ayniqsa IT Park O'zbekiston faoliyati va unda joylashgan xorijiy hamda mahalliy kompaniyalar faoliyati alohida ta'kidlandi. Uchrashuv davomida Turkiya kompaniyalarini O'zbekistonga jalb qilish va outsourcing xizmatlarini joriy qilish haqida takliflar kiritildi. Turkiya elchixonasi kompaniyalardan foydalangan holda Turk IT kompaniyalarini O'zbekistonga jalb etish masalalari muhokama markaziga chiqdi. Elchi har yili Turkiya tomonidan o'tkaziladigan Technofest tadbirida O'zbekiston delegatsiyasining ham ishtirokini ta'minlashni taklif qildi. Bundan tashqari, kelgusida mazkur tadbirni O'zbekistonda o'tkazish masalasi ham muhokama qilindi. Bu orqali ikki mamlakat IT kompaniyalari o'rtasidagi aloqalarni yanada mustahkamlash mumkinligi e'tirof etildi. Uchrashuv davomida Turkiya va O'zbekiston o'rtasidagi IT shartnomalarni qo'llab-quvvatlash va bu yo'nalishda tajriba almashish masalalariga ham alohida to'xtalib o'tildi.